Nigor xonim. Nigor xonim boshda erdan yolchimadi. Avvalo erining faqirlig'i, boyig'andan so'ng bo'lsa uning zar bo'lmasal bo'larliq xasisligi bechorani ko'p yig'latdi. Xotin kishining boshi uy ichini og'ir toshi emish. Hozir o'zi 40 yoshga kirgan bo'lsa, 25 yildan beri shu mumsuk er bilan tiriklik qilib keladir. Bu kun 17 yoshlik Ra'no kabi qizga, 8 yoshlik Mahmud, Ra'no bilan Mahmud orasida 2 bola nobud bo'lgan. 6 yoshlik Mansur va beshikdagi Mas'udlarga ona bo'ldi. Nigor xonim Qo'qonning ko'p xotinlariga qaraganda sabrlik va qanoatlik ekan. Dunyoda o'z o'g'lining xasisligiga chidolmagan ona bo'ladimi? Holbuki Maxtumning onasi Mohlar oyim o'g'lining bu qadar ixna va siqiqlig'iga toqat qilolmay norozilik yuzasidan Marg'ilondagi o'g'lining yoniga ko'chib ketib, o'sha yerda vafot etdi. Nigor xonim esa tishni tishga qo'ydi. Erimdan yayrab yashnamagan bo'lsam, qizimdan va oldimga qo'ygan o'g'illarimdan yolchirman deb umidlandi. Darhaqiqat, sabrlik bu xonim hozirdanoq shu o'z oldiga qo'ygan bolalarining biri to'ng'ichi bo'lgan Ra'nosining tufaylidan bir qadar ro'shnolik ko'rib boshladi va oyning 15 qorong'i bo'lsa, 15 yorug' ekaniga ishondi. Bir yamoqchi yoki mardikorchi o'z xotinini uradir, so'kadir, tepkilaydir. Bu hol ularda aksar faqirlik avvalig'a mingan kezlarda voqe bo'ladir. Agar yamoqchi kekirarlik darajada tomoqni bo'pta qilsa, ishi o'ngidan kelib istiqboli birmuncha ta'minlangandek bo'lsa, darhol vaziyat ishonmaslik ravishda o'zgarib ketadir. Gap so'z joyida xotinni urish o'rniga orqasini silash, so'kish o'rniga yalinish va arzu muhabbat. Xotin ham kechagi kaltak zarbini unutgan, kina o'rniga sadoqat, go'yo aytarsiz kim Yusuf Zulayholarmi deb. Yuqori tabaqa oilalarga kirib qarasak, munda tamoman boshqacha manzara ko'ramiz. Qorin to'q, biror narsaga ehtiyoj yo'q, istiqbol ta'min va lekin boyag'i fojia bulardan kuchliroq. Shuning kabi bu fojialar muvaqqatiy ham emas, sababini topish ham qiyin. Yaxshi yamoqchi-ku yaramas tuzilishga qarshi bo'lgan kekini ko'zi tinib xotinidan olgan edi. Ammo keyingilarning turmush sharoitlari yaxshi, hamma narsa o'z orzularicha bas. Shu holda ularning uy mojarolari va bola chaqani it kabi siqishlari nimadan? Shunga o'xshash bizning Maxtumning ham g'oyasi 1ni 2 qilish, 5ni 10 qilish edi. Yaxshi kechinish uchun turmas, ammo ko'paytirish uchun yashar edi. Nigor xonimni urmas va lekin urg'andan 5 battar qilib siqar edi. 200 tillodan ko'p oqchasi, bu oqchalarni husuli to'g'risida keyin so'z bo'lur va savodlik bo'lgan bolalar ziyofatidan kiygan 2 sandiqcha sarposi bor edi. Oltindan sarf qilmaganida ham loaqal shu kiyimliklardan va na xotinini va na bolalarini foydalantirar va na o'zini ihnalikdan qutqarar edi. Buni ham qo'yib turaylik. Nigor oyim 20-30 qizni o'qitib, ulardan tushgan ozodlik va panshanbalik pullarga ham ega bo'lolmas, har kun deyarlik muhtaram Maxtum pochchaga hisobini batamon topshirib turishga majbur edi. Maxtum buning evaziga har yil bozorning eng dag'al bo'zidan bir par ko'ylak lozim olib berar, yangi guppi bilan yozliq mursakni bo'lsa, Nigor oyim 5-6 yilsiz ko'rmas edi. Nigor oyim qisqa bo'ylik, pista po'choq, targ'iz ko'zlik, zarcha tanlik, yuzidagi onda-sonda chechak o'rinlari bo'lmaganda husndor bir xotin edi. O'z bolalari bilangina emas, hatto shogirdlari bo'lgan qizlar bilan ham juda yumshoq muomala qilar, ortiqcha achchiqlangan kezlarda beting qursin deb qoshini chimirib olar edi. Eriga o'xshash ozodlik uchun bolalarini siqmas, bil'aks bo'shligi uchun o'zi Maxtum tomonidan siqilar edi. Oz va ma'noli qilib so'zlar, xotinlar bilan muomalasini boshqa otin bibilardek yuqoridan turib qilmas, soddacha suhbatlashar edi. Xotinlar Maxtum domlaning ba'zi qiliqlaridan kulishsalar ham, Nigor oyimning orqasidan g'iybat so'zlamaslar. Oldida qanday hurmatlasalar, keyinidan ham o'shancha ehtiromlab, uning Maxtumdek siziqna kishining qo'liga qaram bo'lganiga achinib, peshona deya aylanay qolu balo deyishar edilar.